Assalomu alaykum, agrotexnika o'z kanalimiz kuzatib boruvchilar. Bugun sizlarga kasilkalar haqida ma'lumot beraman. Bu kasilkalarni qanaqa traktor ishlatish kerak, necha ot kuchiga mo'ljallangan, barchasi haqida ma'lumot beraman. Chunki yangi olayotganlar bilmaydi. Kattasini olib qo'yib, afsuslanib yurgandan ko'ra, bugun sizlarga hammasini qanaqa traktor tortadi, shular haqida ma'lumot beraman. Bu kichkinasi, bu 35 lik kasilka, Polsha davlatida ishlab chiqarilgan. Og'irligi 280 kg chiqadi. Buni 25 ot kuchidan yuqori traktorlar uchun mo'ljallangan bu. Misol 20 ot kuchilar ham ishlatadi. Misol bartovoyli bo'lsa, ol tortadigan bo'lsa, bemalol ishlata oladi. Misol jondirlar juda baquvvat, bartovoylilar ichida shesternalari ko'p bo'ladi, bemalol ishlataveradi buni. Agar 20 ot kuchlilar bo'ladigan bo'lsa, buni narxi keladigan bo'lsak, narxi 31 million so'm. Bunda 3 ta shkifi 3 tali bo'ladi, 3 ta remen tushadi bunga. Keyin bu 65 lik, bu 40 ot kuchidan yuqori traktorlar uchun mo'ljallangan. Buni og'irligi 330 kg chiqadi. Xo'p, bu remeni 1 remenli, bunda shkifi 4 tali, 4 ta remeni tushadi bunga. Bu ham 165. Bu 185 lik. 185 likni xo'p 50 ot kuchli bizda vodiyda 50 ot kuchli traktorlar ishlataveradi. 50 ot kuchda ham Lowell, keyin Lowell, Jondir shunaqa ishlataveradi bemalol. Lekin chimganni palvozlilari shunaqa ishlata olmayapti. 50 ot kuchlilar. Lekin Lowelllar bemalol ishlata oladi. 50 ot kuchli traktorlar 185 likda ishlata oladi. Buni og'irligi keladigan bo'lsa, og'irligi 410 kg chiqadi. Narxi 35 million so'm turadi. 410 kg. Bu 330 kg 33 million so'm. Bu 185 ligi 35 million so'm turadi. 210ligini og'irligi 500 kg chiqadi. Shkifi 4 tali, remeni 1 remenli, katta remendan bo'ladi. Buni narxi 53 million so'm chiqadi. Buni endi bitta yaxshi tomoni, hammasidan yaxshi tomoni, buni presga bitta qilib ketadi bu. Qolganlari misol ikkita qiladigan, ikkita bitta qiladigan bo'lsa, bu bitta qilib ketadi. Bittada presda bitta yo'lda xullas olib ketadi. Buni narxi 53 million so'm turadi. Keyin buni qolganlardan farqi, bunda misol muftichka degan narsa bo'ladi. Bunda mana shu qolganlarda 185 lik, 165 lik, 135 lik qolganlarda shifta bo'ladi. Bunda kardanda bo'ladi. Misol ishlatyapsiz, to'xtatganingizda chiqillab turib, chiq qilib o'tkazib yuboradi. Kardan o'tkazib yuboradi. Kardanda o'tkazib yuboradi bunda. 185 lik, 165 liklarda shifta qo'yiladi unaqa narsa. Buni silindrli varianti ham bor, 5 silindrli varianti ham bor. Endi silindrli varianti nimasi yaxshi deganlarga ko'pchilik endi hamma joyi har xil. Misol domli joylar bo'ladigan bo'lsa, gidravlikali olgan yaxshi. Chunki gidravlikada misol domli joy sal ko'tarib, mana shunday ko'tarib turib ishlatib ketaveradi. Agar domli bo'lmasa, oddiy tekis yer bo'ladigan bo'lsa, mexanikaligini olgan ma'qul. Agar domli joylar, adirli joylar bo'ladigan bo'lsa, gidravlikaligini olgan. Mana kasilkalar haqida ma'lumot berdik sizlarga. Kimga qanaqasi kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Nomerimiz 99 lik 916 3005 telefon raqamimiz. Yana bitta nomer qoldiraman: 90 lik 631 97 07. Agar 3005 ga chiqmasalar ham bu nomerga telefon qilaverasizlar: 90 lik 631 97 07. Yana bitta nomer aytib ketaman: 91 lik 128 22 27 nomerga telefon qilaverasizlar. Mana shu uchala nomer ishlaydi. Xudo xolasa sizlarga kasilkalarni yetkazib beramiz. Bizning shopirlar bor, Buxoroga qatnaydigan, misol Buxoroga, Samarqand, Navoiy, Buxorogacha bo'lgan joylarga beraveramiz kasilkalarni. Shopirga pulini berib, olib qolsangiz ham bo'laveradi. Faqat yo'l kiralarini to'lash kerak. Yo'l kiralari o'zingizdan emas, juda ko'pchilik yo'l kirasini ham aytibsiz deyapti. Yo'q, unaqa emas. Kasilkani chiqarib boramiz. Mana shu hamma joyini videoga olib, sos qilib jo'natib yuboramiz sizga. Shopirga pulini berib, shu kasilkani pulini berib,
tushirib qolsangiz bo'laveradi. Endi bu yoqqa kelib, agar tanlab olaman deganlarga bemalol mana kaselkalarimiz bor. Bemalol tanlab ketaverasizlar. Agar vaqti yo'qlar, shuna qilib olishsa ham bo'ladi. Gidravlikaligi bor, mexanikaligi, kimga qanaqa 135, 165, 185 qanaqasini xohlaganlarga hammasidan bor. Yana aytib o'tib ketaman, nomerimiz 99 916 30 05 telefon raqamimiz. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar. Hammaga videomizni oxirigacha ko'rib borganingiz uchun rahmat.